Mana xudo xolisi mana shu ish keldi. Bu qaysidir inomarkaning kollektori ekan bu ikkita. Bundoq tursam aytdim, bundoq shlangi turbada tutun chiqib ketadigan kollektorniki. Shuni endi 45 ga tegish kerak. 45 ga tegish kerak. Momentlar svarka bo'lgan. Bu hozir polistal melkizernis chugun bo'ladi. Bunga sverlasa bo'lmaydi. Mana ko'rasizlar, svarkalagan. Bu juda qattiq bo'ladi bu. Bunaqasi svarkasi. Sverla unchuncha sverla olmaydi. Mana endi to'kin ustanida olamiz xudo xolasa. Bizda mana bunaqa qo'yib qiladigan bor. Shunda endi bir tarafga qiyshaytirib qilib olamizda. Mana qotir bo'ldi xudo xolasa. Bu tekis aylanadi mana. O'zini bunaqasidan qochgan holatda mana buni o'zi tekis aylanadi, bu chekada aylanaveradi. Shunaqa qilib kengaytiramiz endi xudo xolasa. Tekis bo'laveradi. Mana xudo xolasa bo'ldik. 45 razmer deyishadi. 45 razmerga oldik. Qattiqroq ekan bittasi. Bittasi unaqa qattiq chiqmadi. Nimaga bilmadim. Amalladi lekin.